Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Shvetsiyada dam olish kuni. Ob-havo chiroyli, quyoshli. Oilamiz bilan ko'chaga chiqdik. Bolalar plashatkasiga, ya'ni bolalar maydoniga olib bordik. Bu yerdagi maydonchalar juda qulay va xavfsiz. Har bir bolaga mos o'yin qurilmalari bor. Bolalar xursand, ota-onalar esa tinch va xotirjam. Shvetsiyada dam olish uchun oila bilan vaqt o'tkazish uchun juda yaxshi imkoniyatlar bor. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimga obuna bo'ling. Sog' va salomat bo'ling. Xayr.